O'zbekistonlik ikki futbolchi Braga klubiga yo'l olishi mumkin. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi vakillari Sadriddin Hasanov hamda Sayfiddin Sodiqov Portugaliyaning Braga klubiga o'tishi mumkinligi haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, portugaliyalik mutaxassislar 17 yoshli iste'dodlarni Bunyodkor hamda Odil Ahmedov futbol akademiyasi bazasidan 1 yillik ijara asosida jalb qilishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga futbolchilarning Andijon klubidagi ijarasi muddatidan avval tugatilishi ehtimoldan xoli emas. Rejaga ko'ra, yosh iqtidorlar 2026-yil yozida 18 yoshga to'lganidan so'ng rasman yangi jamoaga qo'shiladi. Bu esa ularning Yevropa futboliga ilk qadamlaridan biri bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Braga skautlari ularni Qatarda o'tkazilgan U17 jahon chempionatida kuzatgan va shundan so'ng ko'rikka chaqirgan. Keyinroq futbolchilar klubning U23 jamoasi bilan 2 hafta mashg'ulot o'tkazib, murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirgan. Eng muhimi, shartnomada sotib olish huquqi ham nazarda tutilgan. Hasanov uchun taxminan 250 ming yevro, Sodiqov uchun esa 300 ming yevro miqdori belgilangan. Agar ushbu imkoniyat ishga tushsa, har ikki futbolchi 5 yillik shartnoma imzolashi mumkin. Shu bilan birga Bunyodkor va Odil Ahmedov akademiyasi ham kelgusi transferdan ma'lum foiz ulush olishi ko'zda tutilgan. Bu esa mahalliy futbol akademiyalari uchun ham qo'shimcha motivatsiya bo'lishi mumkin. Agar barcha jarayonlar reja bo'yicha amalga oshsa, bu transferlar o'zbekistonlik yosh futbolchilarning Yevropa maydonlariga chiqishida muhim bosqich bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.